iftorlikka hali vaqt bor deb mazza qilib yotsam, xo'jayinim kechqurun suv ovqatni oldiga bitta go'shtli pirog qilmaysanmi deb yozvorsalar, ikkita bola bilan qatdan go'shtli pirog qilaman demoqchi edim. 8-mart yaqinligi esim tushib qoldi. Menimcha hammani eri bayram oldi urushga bahona qidirayotgan bo'lsa kerak. Bo'pti, hech bo'lmasa masallig'ini olib kelib bering demasdan, o'zim tinchgina korzinkagodan zakas qilib oldim. 4 dona masalliq uchun erginam ovora qilaman. Korzinkagoda har doimgidek men xohlagandagi eng sara mahsulotlar go'shtli pirogga qaytadigan bo'lsak, yumshoqqina pesochni xamir tayyorlab olamiz. Aniq ketadigan mahsulotlarni videodagi yozib qo'yaman. Nachinkasi uchun kartoshka, piyoz va go'shtlarimizni katta yirik qilib to'rab, hammasini chopperdan o'tkazib olamiz. Chunki qo'lda to'rashga vaqt yo'q. Go'sht muncha ko'p soldi deb o'ylamanglar. Chopperni bitta ishlatganda 2-3 ovqatli qilib qiyma chiqazib olaman. Pirog yoki somsa qilganinglarda kartoshka solganinglar bilinmasligi uchun shunaqa chopperda maydalab chiqazib olsanglar, pishgandan keyin umuman bilinmaydi. Piyozlari ham kirt-kirt bo'lib qolmaydi. Nachinkamiz ham tayyor. Tinib turgan xamirimizni pergament ustiga yoyib, nachinkamizni tekislab solamiz. Yeganinglarda yana boshqacha maza bo'lishi uchun yaxshi eriydigan sirdan sovorsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Kichkina xamir bilan ustini yopib, yaxshilab tugib, pishayotganda ishib ketmasligi uchun o'rtasini teshib qo'yamiz. Ustiga sedanalarni ayamasdan sepib, yuzini qizartirib pishirib olamiz. Iftorlikda yoniga limon choylar bilan dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha.